PC Pro qadrli obunachilari, ko'rib turganingizdek biz sborka xudo xohlasa tayyor holatga keltirmoqchimiz. XH brendidan oq keysimizda SD kullerli. Bundan oldin ham bittasiga yig'ib bergan edik. Bularga ham bitta o'zini e'tibor berib qo'yasizlar. 512 GB SSD, Core i5 12400F protsessor bor, ikkita 8 GB 3200 SSD preskeladan video kartaga alohida baho berib qo'yasizlar. RTX 3070 Ti 8 GB 8256 bo'ladi. 760 vati bordi. 650 vatli original blokchani normal tekdan. Xudo xohlasa shu holatda tayyor holatga keltiramiz. Bu narsani sotuvga qo'ymoqchimiz. Tayyor bo'lib turibdi. Xudo xohlasa chiroyli qilib narxlari bilan hisoblab beramiz. Bonusiga bitta monitor, elektronishka, mexanический kovriklari bilan shu komplekt tayyor, shuni olib borib qo'yib ishlatadigan cho'tka kompyuter qilib yig'ib videosini qo'yamiz. Подписка qilib qo'yishingiz chiqmasin.